Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan biz matematika va uni o'qish metodikasi fanidan boshlang'ich sinflarda ko'paytirish va bo'lish metodikasining nazariy asoslari hamda didaktik tamoyillari haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, matematika o'qish metodikasida ko'paytirish va bo'lish metodikasining umumiy tamoyillari sifatida biz boshlang'ich ta'lim matematika kursida ko'paytirish va bo'lish amallari quyidagilar uchun muhim o'rin tutadi. Mantiqiy fikrlash, bog'lanishni anglash hamda poydevor yaratishlarni ko'zda tutar ekan. Mantiqiy fikrlash nima? Mantiqiy fikrlash o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga asosiy urg'u qaratiladi. Bog'lanishni anglashda esa arifmetik amallar o'rtasidagi bog'lanishni anglashga va keyingi matematik bilimlar uchun mustahkam poydevor yaratishga xizmat qilar ekan. Didaktik asoslar sifatida ko'paytirish va bo'lishni o'rgatish psixologiyada qonuniyatlarni hamda didaktik tamoyillarga asoslanadi. Ilmiylik va izchillik, ongli faollik, ko'rgazmalik hamda mustahkamlash tamoyillariga asoslanadi. Amallar oddiydan murakkabga tomon o'quvchilarning yosh xususiyatlariga inobatga olinib o'rgatiladi va o'quvchilarning bilish imkoniyatlariga tayangan holda faol ishtirokini ta'minlashga asosiy urg'u beriladi. Ko'rgazmalik tamoyili esa mavzuni tushunishni osonlashtirish uchun vizual materiallardan foydalanish kerak bo'lar ekan. Mustahkamlash qismida esa bilimlarning barqaror bo'lishini ta'minlash uchun takrorlash va amaliyotga tatbiq etish kerak ekan. Xo'p, ko'paytirish amallarining nazariy mazmuni quyidagilardan iborat. Siz mana ko'rib turibsiz rasmlarda. Xo'p, ko'paytirish jadvali mazmunni o'zlashtirish. Ko'paytirish jadvali mexanik yodlash emas, balki mazmunni o'zlashtirish asosida o'rgatilishi lozim. Bu amallarning mohiyatini anglashga yordam beradi. Metod jihatdan ko'paytirish takroriy qo'shishga tayangan holda kiritiladi. Bu esa o'quvchilarga amalning mazmunini ongli anglash imkonini beradi. Bo'lish amalining nazariy mazmuni sifatida esa bo'lishni teng qismlarga ajratish hamda necha marta joylashishni aniqlash kerak deb o'rgatiladi. Berilgan miqdorni teng qismlarga bo'lish, masalan 12 ta konfetni 4 kishiga teng taqsimlash yoki bir miqdor ichida boshqa bir miqdor necha marta joylashishini topish. Masalan 12 ichida 3 necha marta bor. Bu ikki mazmun farqlash o'quvchilarning bo'lishni to'g'ri anglashga xizmat qiladi. Amallarning o'zaro bog'liqligini mana quyidagi jadvalda ko'rib turibmiz. Metodik ketma-ketlik va tizimlik sifatida ko'paytirish va bo'lishni o'rgatish metodikasi qat'iy ketma-ketlikka asoslanadi. Bu bilimlarning mustahkamlanishini ta'minlaydi. Avval ko'paytirish mazmunini takroriy qo'shish ochiladi, so'ngra uning xossalari va jadval shakllantiriladi va undan keyin bo'lish amali kiritilib, u ko'paytirishga tayangan holda izohlanadi. Metodik ahamiyatini rivojlanish roli esa mantiqiy fikrlash, tahlil va umumlashtirish kabi aqliy faoliyatlar rivojlanadi. Hisoblash malakalari bilan birga ongni o'zlashtirishga erishiladi. Keyingi sinflarda murakkab matematik tushunchalarni o'rganishga zamin yaratadi. Xulosa sifatida shuni aytib o'tish mumkinki, ko'paytirish va bo'lishni to'g'ri metodika asosida o'rgatish o'quvchilarning matematik dunyoqarashini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu nafaqat hisoblashni o'rgatadi, balki ularni mantiqiy fikrlashga tayyorlaydi.